Munisa Rizayeva oilasi bilan kengroq hovliga ko'chishni niyat qilmoqda. Taniqli xonanda Munisa Rizayeva farzandini Argentinada dunyoga keltirgandan so'ng yaqinda o'g'li bilan Toshkentga qaytgan edi. San'atkor endi oilasi bilan yashash uchun poytaxtdan keng, qulay hovli izlayotganini ma'lum qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video lavhada Munisa Rizayeva turmush o'rtog'i bilan birga bir nechta uylarni ko'rib chiqayotgani aks etgan. Xonanda o'z video xabarida yangi uy izlash jarayoni haqida gapirib, katta hovli va qulay infratuzilmaga ega bo'lgan manzilni topish niyatida ekanligini bildirgan. Munisa Rizayeva zamonaviy dizayn barpo etilgan ulkan fasadli va yoritish tizimi o'rnatilgan uyni ko'zdan kechirayotgani aks etgan. Shuningdek, videoda xonandaning uy ichidagi basseyn joylashgan hududni ham ko'rib chiqayotganini ko'rishimiz mumkin. Bugun faqat bitta uyni ko'rib chiqdik, deydi Munisa Rizayeva. Muxlislar Rizayevaning yangi uy tanlayotgani haqida xabarni qizg'in muhokama qilmoqda. Ularning ko'pchiligi xonandaning bu qarorini qo'llab-quvvatlab, oilasi uchun qulay muhit yaratishi zarurligini ta'kidlamoqda. Ayni paytda Munisa Rizayeva yangi turar joy bo'yicha yakuniy qarorga kelmagan, ammo ijtimoiy tarmoqlardagi postlari va videolariga qaraganda u katta hovliga ega uyda yashashni orzu qilmoqda. Bu haqda siz nima deb o'ylaysiz? Munisa Rizayeva uchun qaysi turdagi uy maqbulroq deb hisoblaysiz? Fikrlaringizni kommentariyada kutib qolamiz.